Assalomu alaykum, mayli o'ynaşlari. Sizlar uchun mana Jivika olib kelib keldik mana. Noxonasi mana Jivikalarni yurib berish jarayonlari boshlab qoldi. Mana oldilari o'zi mana shuncha bo'lib uzayib cho'zilib ancha baylagan mevalari. Harinchi joylar so'rib mana mevalar yana uzayib ketyapti. Ba'zi tomonga cho'zib ketyapti. Ular farqama qilib yoniga qilib ko'chat ko'paytirib ko'chat sotamiz xudo xolasa. Xudo xolasa zo'r. Ancha o'zini ko'tarib tushab bo'ldi. Mana gullash jarayonlari davom etmoqda. Bag'o o'sha terakgacha har doimgidek mana bu yonda ham bor. Yerda ham xuddi shunday jarayonlar ketyapti. Mana o'sha ko'rsatib foto o'tlarni o'tib Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Rang oq qizarib qolyapti, rang qaytarib. Xudo xolasa zo'r. Mana qancha cho'zib ketdi bo'yi. Va farg'ama qilib yoniga qo'yib ekib inshaalloh mana bu ham shunga Xudo xolasa pishish mevalarni solish davrida qanchalik katta bo'ladi, qanchalik yirik bo'ladi, mayda bo'ladi, shunga qarab sizlarga biz aytib boramiz yangiliklarni. Qanday kichkina bo'lib turib, mevasi olibdi. Xuddi shu oralari 2,5 metr, 2 metr qilib ekilgan oralari. Mana ular endi mana solish boshladi mevalarni. Xudo xolasa. Mana gullash davrlari, mevalar davrlari. Ko'chatlardan bu ko'chatlarda biz joyidan olganmiz. Qirg'izistonda qo'ygansizlar mevasini o'zi bitta guyut quti bilan teng pashti 5 sm bo'ladi bu. Loxnes degan sort bu. Xudo xolasa adashmayotgan bo'lsam o'sha sortdan nomini kerak bo'lsa shu ko'chatlardan kuzda noyabr oyida sotiladi ko'chatlari. Inshaalloh. Takas qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.